Bemor brek taqmasligi uchun 40 yoshgacha mana shu holatda yurishga majbur bo'lgan. Ularning fikricha bu nuqsonni faqat breket yordamida to'g'rilash mumkin bo'lgan. Bizga ko'rgimizga kelgan paytlarda biz chuqur diagnostikadan keyin ularga boshqa taklif berdik. Bu ularga ma'qul keldi. Natijani oxirida ko'rishingiz mumkin. Bemorda asosiy muammo diastema va tremalarda, ya'ni tishlar orasidagi bo'shliqqa bo'lgan. Bu joyda 2 mm dan 3-4 mm gacha diastema va tremalarni ko'rishingiz mumkin. Va yana bitta eng asosiy muammo ularning milklardagi qorayishlarga bo'lgan. Bu teri pigmentatsiyasiga o'xshaydi, ya'ni xuddi inson quyoshda yurgan paytida terida pigmentlanishda qoraygan singari milklarda ham shunaqa qorayish kuzatiladi. Biz bularga ham to'g'ri yechim berganmiz va ikkita nuqsonni ham bartaraf qilganmiz. Ana endi juda ko'pchilik uchun qo'rqinchli bo'lgan etapga yetib keldik. Chunki odamlar o'ylashadiki, tishlar chaqlangan paytida guruchdek bo'lib qoladi va sezuvchan yoki bo'lmasam nerv to'qimasiga yetib borsa, bu og'riqli jarayon deb o'ylashadi. Ko'rishingiz mumkin, bu joyda faqat emal qavatini o'zidan 0,5 mm chaqlangan. Hatto bu muolaja anesteziya, ya'ni og'riqlantirishsiz amalga oshirilgan. Navbatdagi etap eng qiyin etaplardan bittasi hisoblanadi vrachlar uchun. Chunki izolyatsiya bosqichi har bitta tishni vinerni uzoq vaqt xizmat qilishi uchun asosiy sabablardan biri. Vinerlarni tishlarga qotirayotgan paytida qon yoki bo'lmasam boshqa og'iz bo'shlig'idagi suyuqliklar xalaqit qiladi. Har bitta sement yoki bo'lmasam plomba ashyosi bu gidrofob, ya'ni suvdan qo'rquvchi hisoblanadi. Bunaqa sharoitda tish to'qimasiga yaxshi yopishmasligi mumkin va keyinchalik yillar o'tib bu o'z asoratini ko'rsatadi. Bu bosqichda biz tishlarga kislota yordamida, ya'ni o'rta fosfat kislota yordamida ishlov beramiz. Buni asosiy sababi vinerlarimiz yoki bo'lmasam koronkalar tish to'qimasiga mustahkam yopishish uchun eng asosiy omil hisoblanadi. O'ta professionallik talab qilinadigan etapi bu joyda vrach uchun eng muhim narsa chaqlash dizaynini hosil qilish, to'g'ri shakllantirish hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, vinerlarimiz mana shu joygacha kelib o'tirishi kerak hisoblanadi. Vinerlarning shakli ham xuddi shu shaklda bo'ladi, ya'ni o'rtada hech qanaqa tafovut bo'lmasligi kerak. Vinerlar oxirigacha kelib 100% o'tirishi kerak. Bu nimani ta'minlaydi desangiz, yillar mobaynida og'iz bo'shlig'ida viner xizmat qiladi, ovqat yeyish uchun, boshqa narsa uchun va bu holatda hech qanaqa ovqat qoldiqlari yoki bo'lmasam tish nalyotlari bu joyga kirmasligi kerak. Chunki bu joyda chaqlangan tish to'qimasi juda nozik bo'ladi. Tashqi ta'sirlar natijasida ikkilamchi kariesga uchrashi mumkin. Bu qanaqa ko'rinishda bo'lishini men sizga keyingi rasmda tushuntirib beraman. Mana bu 100% kelib koronka vinerlar oxirigacha kelib o'tirgan varianti. Shu bemorda bunisi esa 6-7 yil avval qo'yilgan tish koronkalari vaqt o'tishi bilan ikkilamchi karies hosil qilgan va buni yechgandan keyin tegidagi tishning ahvoli havas qilib bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Ko'pchilik insonlar mana shundan qo'rqadi, mana shu etapdan. Buni asosiy yechimi esa mana bu etap hisoblanadi. Ya'ni izolyatsiya, tishlarni 100% oxirigacha kelib o'tirishi, hech qanaqa orasida ochiq joylar qolmasligi. Bu yon tarafdagi ikkita tish maxsus materiallar yordamida o'rab qo'yilgan, izolyatsiya qilingan. Asosiy sababi bu ikkala tishni qotirgan paytdagi sement qoldiqlari bunga yopishmasligi. Agar mabodo yopishib qoladigan bo'lsa, xuddi shu jarayonda o'zlariga bu tishlarga qotiriladigan vinerlar oxirigacha o'tirmaydi, sement xalaqit qiladi va boya aytganimdek, mana bu nuqsonga olib kelishi mumkin bo'ladi bu ham. O'shaning uchun juda katta e'tibor talab qilinadi. Bu esa old tishlarimizga qo'yilgan hamma vinerlarni qotirilgandan keyingi holati. Bu bosqichda vinerlarni to'liq hammasi qotirilgan holatini ko'rishingiz mumkin. Vrach uchun eng qulay joyi qotirilgandan keyin hosil bo'lgan sement ashyosini bemalol olib, tozalab, hech qanaqa milkka xalaqit qilmaydigan darajaga olib kelish mumkin. Bu esa tish qotilgandan keyin milklardagi qizarish, bo'lmasam ko'karish holatlarini oldini oladi. Chunki qolib ketgan sement milk atrofidagi qon aylanish sistemasiga ta'sir qiladi. Natijani ko'rishga tayyor bo'lsanglar, esinglarda bo'lsa bu do holati, bu esa biza 2 oy mobaynida qilgan natijamiz. Bu videoni tishlaridagi shunaqa muammodan aziyat chekib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.